Uy sharoitida uyingizda shunaqa kar bo'lib ketgan mebelni yuvishni o'rgatib beraman. Bizga kerak bo'ladigan narsa uksus, soda, oddiy jiddiy milla. Uksusdan 3 qoshiq. Sodadan 3 qoshiq solamiz. Jiddiy milladan 10-15 ta bosasizlar yetadi, shu quyilgani. Oxirgi etapimiz bu iliq suvdan qo'shamiz. Oxirida yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi gubkamizni yaxshilab botirib olamiz. O'ta oxirigacha siqib olmaymiz, ichida sal nami qolishi kerak. Shu bilan ishqalab chiqishni boshlaymiz. Ko'ryapsizlarmi? Shu qoralarni chiqarishni boshladi. Endi oxirgi jarayonimiz qoldi. Endi quruqlatani olamiz. Quruqlatada artib tashlaymiz, keyin rezultatini ko'rasizlar. Farqini ko'ringlar. Hozirgi holat juda ham chiroyli chiqdi. O'zi aslida bunaqa kichkina mebellarni uy sharoitida tozalash juda ham oson. Hozir buni hovliga yoki balkonga 8 soatga olib chiqib qo'ysa, top-toza bo'lib, chiroyli bo'lib quriydi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying.